Shaytanat asarining yozilishiga nima turtki bo'lgan? Siz u bizga yaxshi tanish bo'lgan Tohir Malik qalamiga mansub Shaytanat asarining yozilishiga aytishlaricha Andijondagi bir jinoiy voqea sabab bo'lgan deyiladi. Yozuvchi ushbu asarni 1984-yilda yozishni boshlagan, lekin birinchi kitob tamomlangandan so'ng o'sha vaqt senzurasi uni chop etilishiga ruxsat bermagan. 1992-yilda Sharq yulduzi jurnali bosh muharriri O'tkir Hoshimov barcha mas'uliyat va javobgarlikni o'z zimmasiga olib, Shaytanat asarining birinchi kitobini jurnalda to'liq holatda bosib chiqaradi. Shundan so'ng asar 1995-yilda Shaytanat kitobining birinchi asari bosmadan chiqadi, lekin o'sha vaqt nashriyot rahbarlarini o'ylantirgan narsa bu kitob yana taqiqqa tushmasmikan, do'konlarda turib qolmasmikan degan savol o'ylantiradi, lekin kutilgandan-da ko'proq muvaffaqiyat bilan birinchi kitob sotuvga chiqadi. Keyingi sonda biz siz bilan Shaytanat asari asosida suratga olingan Shaytanat serialidan nega yozuvchining ko'ngli to'lmagani haqida gaplashamiz. Uning uchun esa bizni kuzatib boring.